Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. Xitoy Kommunist hokimiyati Ablajon Damullamga 25 yillik qamoq jazosi berdi. Uyg'ur elidagi noiyalarda Xitoy yoki Xitoy tilli xizmatchi qabul qilish e'lonlari ko'paymoqda. Xitoyni o'z xalqini robotlashtirish bilan ayblagan davlat maslahatchisi vazifasidan olib tashlandi. Pokistonda portlash yuz berib 8 odam jonidan ayrildi. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Xitoy kommunistlərinin Şərqi Türkistondagi irqiy qirg'inchilik va zulm sistemləri gündən-günə eşiyotgan bugungi kunda Xotan Qarqash nahiya cho'ng jamiyatining xotibi Ablajon Damullamga 25 yillik muddatli qamoq jazosi hukm qildi. Ablajon Damullam Şərqi Türkiston Islom universitetining birinchi qarorliq o'quvchisi bo'lib, o'qish bitirgandan keyin Qarqash nahiyalik cho'ng jamiyatining xotibi bo'lib ishlab kelgan. Shuning bilan birga Qarqash nahiyalik islom jamiyatining raislik xizmatini ham ishlab kelayotgan. Yerlik hukumat Ablajon Damullamga asabiylik ideyasi bor degan bo'htanni choplash bilan birga 25 yillik muddatli qamoq jazosi berib ijro qilgan. Bu munosabat bilan Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdulil Qarqash bayonot e'lon qilib, yer sharida eng asabiylashgan Xitoy Kommunistik partiyasi. Shundaq turib sening diniy siyosating bo'yicha imomlik qilayotgan, yana bir tarafdan jamoatga sening qonun farmonlaringni aktiv yetkazib kelayotgan bir diniy zotni asabiylik bilan qaralasang, bu o'z qonuningni o'zing dafsanni qilganlik. Xiyonatkorlar senlar o'zing mushfiti siyosat elib borsang, o'zingga qolmay beshingni yemay qolmaysan dedi. Sharqiy Turkistondagi ishlab chiqarish qurilish binkdan o'zining tor uchur ishxonasiga Xitoy o'lkalaridan odam qabul qildiganligi haqida e'lon chiqargan. Jungo xabar torining xabarida Xinjiang Binkdan partikomining tor uchur ishxonasi uqtirish chiqarib, Xitoy o'lkalaridan 5 nafar muavin ishxona boshqarma darajalik xodim qabul qildiganligi jakarlagan. Buningdan boshqa yana Uyg'urlar bir qadar zich o'ltiraqlashgan Charchan noyalik hukumat tor betida Charchandagi tor uchur cheklik shirkati va tibbiy dori shirkati qatorliq 4 o'ringa odam qabul qilish haqida uqtirish berilgan. Bu uqtirishlarning ba'zilarida qabul qilinadiganlarga aniq qilib Xitoy millatining qabul qilinadiganligi yozilgan. Millat cheklamasi qo'yilmaganlarga qabul qilinadigan asonlik millat nomzodlari davlat tilini mukammal bilish kerak degan shart qo'yilgan. Xitoyni o'z xalqini robotlashtirish bilan ayblagan davlat maslahatchisi vazifasidan olib tashlandi. Hukumat maslahatchisi Roger Sikroton islomga o'shmanlik qilish iqimi degan so'zni musulmonlar tomonidan suiiste'mol qilinayotganligini ilgari surgan edi. Turkiya ovoz radiosi xabari. Angliyada islomga o'shmanlik qilish iqimi degan atalg'iga qarshi chiqqan va Xitoylarning bir-birining ko'paytma nusxasi ekanligini aytgan hukumat maslahatchisi Roger Sikroton irqiy ayrim so'zlari sababidan vazifasidan olib tashlandi. Yer mulk va yerlik hukumatlar ishlari ministerligida maslahatchilik vazifasini o'tab kelayotgan Roger Sikroton New Statesman jurnali bilan o'tkazgan suhbatida islomga o'shmanlik qilish iqimi degan atalg'ining cho'ng masalalarning munozara qilinishini to'sib qilish maqsadida musulmonlar tomonidan ijod qilib olingan bir tashviqot so'zi ekanligini aytgan edi. Roger Sikroton har bir Xitoy fuqarosining aslida bir-birining ko'paytma nusxasi ekanligini ilgari surgan va Xitoy hukumatini o'z xalqini robotga aylantirish bilan ayblagan edi. Sikroton yana Vengriyada bir Georgiy Soros imperiyasi borligini ilgari surib, Vengriya bosh ministri Viktor Orban haqidagi u bir Yahudi dushmani degan so'zlarni hamoqatli so'z deb qaraydiganligini bildirgan edi. Angliya bosh ministrligi munosabatli kishilarning masalaga qayta qarab chiqadiganligini e'lon qildi. Ishchilar partiyasidan e'lon qilingan bayonotda bunday so'zlarni ishlatgan odamning maslahatchilik vazifasiga tayinlanmasligi kerakligini talab qildi. Bu bayonotdan keyin yer mulk va yerlik hukumatlar ishlari ministerligi qabul qilib bo'lmaydigan so'zlari tufaylidan vazifasidan olib tashlanganligini e'lon qildi. Pokistonda chiqadigan Davan gazetining xabar qilinishicha, saqchi amaldori Abdurazaq Chima Azar Gonji rayonidagi bir bozor maydoniga kelgan portlashda kam deganda 8 odam jonidan ayrilganligini bildirgan. Mazkur bombali hujumning Shia hazalarini zarba obyekti qilganligi tilga ilingan Chima, yaralangan ko'p sondagi odamning yaqin atrofdagi doktorxonalarda bolnisga ilinganligini eskartgan. Egallanishicha, saqchilar o'lganlar sonining oshib ketishidan andish qilmoqda ekan. Mahalliy taratqular portlashda o'lgan va yaralanganlarning ko'p sonligining bozordagi savdogar ekanligini xabar qildi. Hozirgacha hech qanday bir taraf hujumning javobgarligini o'z ustiga olmadi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.